mahallamizda bir yoshi ulug' oqsoqol odam bor edi. Hayotimizda bo'lgan narsani aytyapman-da. Solih inson edi. Halol mehnat bilan, dehqonchilik bilan umr kechirgan. Birovga qattiq gapirmagan. Ana shu qiyin davrlarda ham namozini, ro'zasini qoldirmagan inson edi. O'sha ota bilan suhbatlashib o'tirganimda bir narsani aytgan edi. Meni juda yaqin olardi o'ziga. Qarang bolam, ajoyib zamonda qoldik. Biz yosh bola paytimizda bir domla palon qora aka haqida nima deysiz deb so'rasak, haligi domla hay. Ehtiyot bo'lib gapiring. Bunaqa odamdaqa oliyjanob odamlar kam. Bu odam haqida yaxshi gapiring, duosini olib qolish kerak deb javob berishar edi. Endi shu falonchi qora akadan bu domla haqida so'rasak, u ham xuddi shunaqa so'zlarni aytar edi. Domlalar deydi o'sha oqsoqol, bir-birini yaxshi ko'rar edi, qadrlashar edi. Endi bo'lsa buni teskasini ko'p turibmiz. Odamlar ilmlilarni yomonlashga o'tib oldi degan edi. Ya'ni u odam avvalgi davrda ham ko'ryapti, bizning davrimizni ham ko'ryapti. O'rtasidagi farqni aytayapti. Avvalgilarni qaytarib aytaman. Diniy bilimlari ko'p bo'lmasa ham ilmlilarni hurmat qilishgan. Chunki yomon bo'ladi degan gapni eshitgan. Otalari ana yuqorida aytilgan fatvolardan xabardor bo'lgan. Dindan chiqasan, xotining talab bo'ladi degan gapni eshitgan, shuning uchun bolalarga singdirgan, ulamolarni yomonlama, ilmlilarga bir nafrat qilmadi. Mana shu otamiz, mana shu bir oqsoqol vafotidan oldin o'zini qori nabirasi bilan gaplashib o'tirib, bir nasihat aytgan ekan, shuni aytib bergan edi. Nima degan ekan? Bolam, domlalarni, imomlarni, qorilarni, ilm ahllarini yomon ko'rgan, ularni g'iybat qilgan, ularga yomonlikni ravo ko'rganlarni birontasini obod o'lim topgani ko'rmadim. Ehtiyot bo'ling degan ekan. Hanafiy mazhabidagi fatvo to'plamini eng ulug' deb tan olingan Xulosatul Fatovoda kufrga sabab bo'luvchi lafzlar bo'limida ilm va ulamolarni kamsitish haqida shunday deyiladi. Man abghada aliman bighayri sababin zohirin khifat alayhi al-kufru. Kimki biror olimga zohir ochiq sababsiz nafrat qilsa, unga kufr xavfi tug'iladi. Xulosatul Fatovo. Mana shu fatvo yana Fatovoy olamgiriyada bunday deyilgan. Fin nisobi man abghada aliman min ghayri sababin zohirin khifa alayhi al-kufru. An-nisobda kelganki, kimki biror olimga zohir ochiq sababsiz nafrat qilsa, unga kufr xavfi tug'iladi.